İkinci kısım. Dadam şundaq deb o'rnidan turib, menga qaradi. Men o'rnimdan turay deyishimga, cho'ng oppam bir qacha oshni ko'tarib kirib, Gulnaz ishini uydala ishsin. Sirtkilarni parakanda qilmay. Cho'ng oppam ma'nilik qilib dadamga shundaq dedi. Dadammo boshqa gap qilmayla. Mayli amsa. İşingizni ichib bo'lib, ondan topshiriqingizni ishlang. Bo'lamdi qizim. Deb qo'yib chiqib ketdi. Kunlar shu tariqada o'tmoqda. Men cho'ng bo'lgan sari mish-mish gaplarni ko'payib, nurg'un ishlar menga xeyli ta'sir ko'rsatdi. To'liqsiz 2-yillikqa chiqqanda ba'zilar meni cho'ng bo'lgan sari opsiga o'xshab ketibdi desa, yana ba'zilar xuddi opsiga o'xshash erlarni ozdirdigan hiylagarligi chiroyidan bilinibla turadi deyishdi. Biroq hech kim menga burunqi ishlar to'g'riliq gap qilib bermadi. Maktab uydan ziraq bo'lmag'ach, yotoqda yotmay uyga berib kelib o'qiydim. Ocham bu yil to'liq o'ttirg'i imtihon berdigan bo'lg'ach, uydagilar maktabda saboqdoshlari bilan birga takror qilib o'rgansa yaxshi deb, to'liqsiz 3-yillikning 2-mavsumga kelganda maktab yotqiga o'rlashtirgan edi. Men yanala uyga qaytib, opamga uy ishlarini qilishga yordamlashgach, cho'ng opamga hamroh bo'latdim. Bir kuni maktabdan kelib o'tib, uyimizning necha uy yuqoridagi xo'shdimiz. Shundaqla opamning navra ochisi Zo'rxon achamning uyining o'dilga kelganda, darvozaning oldida turgan kuyovli meni ko'rib, ayolining atdiganda cho'ng uyga boraman deb ketganini, kechda og'ili kelishini aytganligini, hozir kelsa uyda odam yo'qligini, mening ularni ko'rmaganligimni so'rab qoldi. Men maktabdan hozir qaytib kelganimni, ularni ko'rmaganligimni deb mangay deb turishimga Zo'rxon acham qizi bilan kelib qoldi. Hem kuyovliga gap qilganimni ko'rib, "Ha, nima? Bizni ko'ribli ketmoqchimisan? Apangning hunarini o'rganishga boshlabsan, ha? Nima gaping bo'lsa dava, ketishingning hojati yo'q." deb masxara aralash kuldi. "Yo'q, Turg'un akam mendan sizlarni so'rgan edi, ko'rmaganligimni deb qo'yib mangandim." "Nima? Turg'un akam? Mening erim qachon sening akang bo'lib qoldi endi? O tegi pas buzuqning qizi." Men gapimni deb bo'g'icha, Zo'rxon achamning qizi bir mo'ji gaplarni qilib olaqlab ketdi. Zo'rxon achammo qiziga qo'shilib, "Ayni chaqda apang Rayhon degan paskash qanjoq singlim Osiyaga oz alam qilganma? Yana tag'i sendek saqlandini tug'ib tashlab berdi. Osiya seni ming jafoda beqib cho'nqib qo'ysa, bu yerga kelib erlarni ozdirib yuryotamsa, yana kelib mening kuyovlimni." Kuyovlimu hech nima deyamadi. Bu gaplarning oxirini anglashqama toqatim qolmay, yig'laganimcha uyga qarab yugurdim. Biroq cho'ng opamni ansratmaslik uchun uyga kirdiganda yoshlarimni sirtib etib, hech nima bo'lmagandek uyga kirdim. Opam tomoq etish uchun ximir sug'urayotgan ekan. "Qaytib keldingmi? Saylarni oqlab qo'ydim. Qo'lingni yuvib, saylarni to'g'rab qo'rig'in." Men gap qilmayla sumkamni supuga tashlab qo'yib, say to'g'rig'ila o'ltirdim. "Cho'ng opam qani?" "Nima? Cho'ng opangning yo'qligini ko'rib, ko'ngling yerim bo'layotamda. Atdigan hammon ketdikan, bizning uyga berib bir necha kun tursin deb, unimag'iniga unimay akatdi." Demisimi, bu yaqindan cho'ng opam sal saqsiz bo'lib qolgan. Ammam necha kelib, qizi bo'lgandan keyin men opirib necha kun qaray desa, faqatla unimagan edi. Uning mendan xotirjam bo'lolmay, menga tortishayotgani aniq edi. Cho'ng opamning yo'qligini anglab, bu ishlarni opamdan so'rab baqqim keldi. Biroq nima deyishimni bilolmay timsiqlab o'ltirdim. Mening saylarni qayt chayqab o'ltirganligimni ko'rib, "Menga deydigan gaping bor o'xshamamdi. Gaping bo'lsa dava,
bundaq azmangni ezib o'tdamay. Men oxiri jur'atga kelib eg'iz ochdim. Mening o'z opam to'g'riliq sizdan ba'zi ishlarni so'rg'im batdi. Bu gapni anglab, opamning chiroyi shu hamon o'zgardi. Men boya yuz bergan ishlarni opamga birma-bir deb berdim. Biroq u mansitmagan ohangda. Olachu, to'g'ri debdi-ku. Sanga nima batdi yo'lda erkaklarga gap qilib shurib? Aman bir kuni yuzimizni yer bilan yakson qilasan-ku sen, ha? Bu gaplarni anglab, meni yana yig'i tutdi. Opam mening yig'layotganimni ko'rib, ichi seyrildi bo'lg'ay. Ochiqlab ketdi. Voy, nimaga yig'laysan, ha? Deganlarim yolg'onmidi? Ayni chog'da men opamga nimalarni qilmagan? Ota-onasi shaharda ishlamchilik qiladi. Momisi bilan yolg'iz jafoda qoldi deb. Onunga shunday yaxshilik qildim. Uni hech kimga bo'zaq qildirmay, uning bilan shunday yaqin o'tdim. 3 yil bir sinfda, bir partada o'qib, ot singildak o'tdik. Biroq uchi tuzini yeb tuzliqini chaqadigan tuzkor. Mening tug'ib yotgan vaqtimdan foydalanib, dadangni ozdirib, aramizga qistirilib dadang bilan to'y qildi. Bu jarayonda mening ochang bilan boshqalarning oldida qanchalik kamsitishga uchirganimni, qanchalik jafoda qolganimni sen bilamsan. Qerishqandek, men dadangdan ajrashib uzun o'tmay, dadam opam kayni-kaynidan tugab ketib, yangilarim meni uyda bola bilan bekoyida deb to'liq g'alva qilg'ashqa, men ochangni muramga otib, boshqalarning etiz-eriq ishlarini qilib, to'mizni issiqni issiq, qahrtonni sovuq demay yurib, ochangni og'irtib qo'yib, davolatish uchun qanchalik odamga yolg'irganimni bilamsan. Shu sababdan ochangning teni ojiz cho'ng bo'lib qoldi. Eng kulkilik yeri, u paskash qanjoq seni tug'ib popla, dadang ishkinglarni tashlab ketdi. Dadang ikkinchi qatim oldimga borganda, men ochang uchun dadangni kechirib, qaytib kelgan bo'lsam-mi, biroq u buzuqni hargiz kechirmayman. Yana texi, sen juvoynimakni men baxtim. Erimni ozdirib, uyimni buzgan paskashning bolasini baqmoq osanmi ha menga? O shundaq deb bo'lib yig'lashga boshladi. Uningga bakla ichim og'ridi. Tunji qitim kallamdiki, men har qitim g'irib singan vaqtda paydo bo'ladigan hiyli qismadan saskinishga boshladi. Tunji qitim uni amdi ikkinchi paydo bo'lmaskan, hatto tushimga kirmaskan deb tiladim. Tunji qitim uchinchi shaxs degan bu atalg'uning zodi qanday kishilarga qartilganligini bilgandek bo'ldi. Tunji qitim yuragimning qandaqdir bir ochiq azob ichida to'lg'inayotganligini his qildi. Yana tunji qitim oldimdagi bu ayolga esilib, qang'ucha yig'ladim. Umi meni rad qilmadi. Bir hazadan keyin u esini yiqqandek meni ishtirib etdi. Men bu boshqa gap qilmayla, o'rnimdan turibla uyga kirib ketdim. Opammi boshqa gap qilmadi. Uyga kiribmi, karvat ustiga o'zimni etib, yana bir hasa yig'ladim. Qachongacha yig'laganimni, qanday uxlab qolganimni bilmayman. Opamning uyg'otishi bilan o'rnimdan tursam, tam aytib ketibdi. Opam ko'zlarimning qizarib ketganligini ko'rib, ortiq gap qilmayla. Men hozir etizga mangdim. Uylarni, o'ylarimlarni pokiz supurib, qo'ylarga yem berib. Ondan ukangni uyg'otib, cheni ishkizib maktabga mang'us. Mana bu 10 yuan pulni ochangga opirib ber, lozim qilsin. Qajlab ketma. Juttirib etma, ha? Ochang kelganda surishtisini qilaman. Deb qo'yib chiqib ketdi. Men opamning deganlarini qilib bo'lib maktabga mangdim. Biroq qadamlarim shunchalik eg'ir, ruhim shunchalik tushkun. Xiyollarim
o'zimga aram bermay o'tadi. Shu kundan boshlab men ko'rinarlik holda darslarda chekinib ketdim. Sinfdagi eng oldingi qatordan keyindagi o'nning ichiga kirib qoldim. Sinf mas'ulim men bilan suhbatlashsimi, hech nima demadim. Bir oydan keyin maktabda emgakchilar bayrami va yoshlar bayrami munosabati bilan bayram o'tkazildi. Tushdan keyinlik faoliyatda toza usab, chanqab o'tirdim. Tuyuqsiz birining Mana, bu suvni iching. degan gapi bilan beshimni ko'tarib qarasam, ocham bilan bir qaror o'qiydigan bir o'g'il bola ekan. Men hech qanday ifodasizla bo'ldi, o'zingiz iching, rahmat, deb oldimga qarab o'ltiraverdim. Voy, ishnim bo'lmaydi, Gulnaz. Ichivering. Men texi og'zini ochmadim. Deb suni yana menga tangladi. Uning ismimni chaqirganidan hayron qolib, "Siz meni tanimsiz? Ismimni qanday bilasiz?" deb so'radim. Ha, siz 7-yillik 5-sinfda o'qiysiz. Ismingiz Gulnaz. Gulmiraning singlisi. Xato emas-ku? Siz qanday bilasiz? Qanday bilganim bilan ko'ringiz bo'lmasin. Ismim Olim. 9-yillik 1-sinfda o'qiyman. Bozor ishchidan. Tanishib qolaylik. Bo'lamdi? Uning gapini anglab, uningga ortiq gap qilib aytganimni his qilib, turibla, "Rahmat, hojati yo'q", debla ketib qoldim. Chunki biri men degan 3-shaxsdan tug'ilgan. Otqi yomon, o'g'illar bilan ortiq paranglashsam bo'lmaydi. Yana biri oldingi hafta ocham uyga borganda, ochamning opam bilan to'liq o'tirda o'qimaydiganligi. Yilqi o'zining 9-yillik 1-sinfdagi ota-onasi bor bozor ichida do'kon ochadigan, xili qo'l elikida bor olim ismli bir bolani yaxshi ko'rib qolganligini, maktabdan chiqib uning bilan to'y qiladiganligini deb opamdan til eshitganligini anglagandim. Shunga bu bolani oshi bola bo'lishi mumkin deb o'yladim. Biroq men ansirgan ish oxiri yuz berdi. Kechda uyga qaytay deb tursam, bir savaqdishim menga ochamning maktabning keynidagi gullikda meni saqlayotganlik xabarini olib keldi. "Ha, noch kansan ha? Endi kelib, men yaxshi ko'radigan balog'imni chang sog'ildak bo'psan ha?" debla yuzimga bir tastak soldi. "Nimalarni topshiraysiz? Men kimga chang sopdiman?" "Ha, kimga? Meni ishkingning ish-bash tortishib yurib o'ltog'imni ko'midi demsa?" Ochamning ko'zidan yilqidek qizillikni, qo'rqinchli g'azabni ko'rib o'tdim. "Undaq emas. Nechigiz paranglashib qoldik shu. Rastilla boshqasi yo'q." "Boshqasi yo'q demsa, boshqasing bo'lmasa, u menga ochiqdan ochiq seni yoqtirib qolganligini, mening ko'nglimni qabul qilolmaydiganligini aytamdi." Ocham shundoq deb meni bir ishtirib edi. Santirlib berib, bir tashqi putlashib yiqilib tushdim. Jahnikim sirilib ketgan edi. "Ha, anglab tur Gulnaz. Uningdan cho'z yiroq shur. Bo'lmasa, ko'rgulikingni ko'zdiman." Ocham shundoq deganicha zarda bilan ketib qoldi. Gullikning atrofida u yoq bu yoqqa o'tib ketayotgan o'quvchi bolalar bizga qarab o'tadi. Men darhol o'rnimdan turib, yoshlarimni surtganimcha maktabdan chiqib ketdim. Shu dabda mening qong'ichi shig'lavog'im botdi. Men ko'rishga shuncha intizor bo'lgan hilqisima yana pat-pat xayol ekranimda paydo bo'lib elib, meni qiynab o'tadi, azoblaydi. Biroq xiyol qilmay turolmaydim. Chunki nimalar bo'lmasin, u degan mening onamda. Har qitim uning ashu simasini xiyol qilganimda o'zimni shunchalik bechora his qilatdim. Uyga qaytib kelibla opamning yo'qligini ko'rib,
cho'ng opamga esilib yig'lab ketdim. Oldingi qitim opam menga o'z opam to'g'riliq gap qilib bergandan keyin cho'ng opam mendagi o'zgarishlarni ko'rib xotirjam bo'lolmay qayta so'rasam hech nima demagan edim. Chunki cho'ng opamning salomatligi kundan kunga nacharlashib ketyapti. Biroq bugun cho'ng opamga esilib qang'ucha yig'lavaqim, ichimni bo'shtavaqim keldi. Shunga bugungi barliq ishlarni cho'ng opamga deb berdim. Ham gap arliqida opamning boshqalarning uyini buzib, meni tuqqaniga, tashlab ketgani uchun onunga o'shlik qiladiganligimni dedim. Cho'ng opam mening yoshlarimni sirtib turib, "Qizim, sana birasi opang to'g'riliq bir narsa degan o'xshamamdi, ha? Boshqalarning gapiga hargiz quloq solma. Opang yaxshi ayol. Uni bundaq desang bo'lmaydi," dedi. Yaxshi ayol? Agar u rostla yaxshi ayol bo'lgan bo'lsa, yaqin do'stining uyini buzib, bolasini yetim qilamadi. Yaxshi ayol bo'lgan bo'lsa, boshqalar uni har xil gaplar bilan haqoratlamadi. Men yig'lab turib, cho'ng opamga shunday dedim. Cho'ng opam nechini yutilayotgandan keyin, "Asli, opang to'g'riliq, sana burilla deb bersam bo'ladi. Biroq sen taqa kichik bo'lg'ashqa, qalbingda taqib qolmasin degandim. Biroq hozir mening holim shu. Qachon ketaman, buni bilib bo'lmaydi. Biroq opangni rostla bundaq desang bo'lmaydi qizim," deb ko'zlarga yosh oldi. Men cho'ng opamning gapini anglab qo'rqib ketdim. "Bundaq demang cho'ng opa. Siz cho'qim saqayib ketasiz. Siz bo'lmasangiz men qanday qilaman? Kim men bilan mungdashadi? Kim meni bag'riga bosadi? Kim yana menga sizdek ko'ynadi cho'ng opa?"